Semashkadagi obyektimizda ishlar mo'tadil davom etyapti. 40 cm o'stirib, kalitkani ustini shunaqa figura qilib qo'ydik. Uchtasini yopib bo'ldik, xudo xolasa. Ikkitasini ham qatirib qo'yamiz, xudo xolasa o'z nihoyasiga yetadi. Pastdagi darvozaxonalarimiz ham tunnikiga tayyor. Tunnikalarni zakaz qilib qo'ydik. Sliflarni qo'yib, metal cherepitsalarni qatiramiz, o'z nihoyasiga yetdi shu bilan. Kimga shunaqa sifatli tom xizmat kerak bo'lsa, men o'zimda bo'laman.